insonga berilgan baxt doim kamdek ko'rinar ekan. Lekin uni yo'qotganida uni qancha ko'p ekanligini tushunib yetar ekan. Kechir. Alo, eshitaman. Toymurodov Rahmatjon bir haftadan beri darsga kelmayapti. Bunaqada chorak baholadan qolib ketadi. Uydagilar bilan gaplashib qo'ying. Bo'ldi, gaplashaman. Rahmatjon, darsga. Rahmatjon, Bo'lsiz? mazing yaxshimi? Ha, yaxshiman. Ustoz, ikkinchi soatdan darsga kirsam maylimi, iltimos? Mayli, lekin mazang bo'lmayotgan bo'lsa, uyingga ketaver. Xo'p, rahmat. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Doimo devona oshig'ing daydiman. Yaxshimisiz? Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman. Anchadan beri ko'rinmay qoldingiz. Rahmatjon. Shirinning o'limida siz aybingiz yo'q. Bor bo'lmasini aybim bormi yo'qmi deb so'raganim yo'q. Men bilan вообще ishing bo'lmasa, Ovozingni pasaytirib gapir. tushunmadim. O'zi hammasi sani deb bo'ldi. Menda isqirt ishingni qilmaganingda Shirin hozir o'lmagan bo'lardi. Oyi, nima maktabga uyg'otmaysiz? Voy, bugun yakshanba-ku o'g'lim. Bo'pti, erta-ertalab maktabga uyg'oting. Alo, Ko'rishib bo'ladimi? tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ko'chani boshidagi skameykadaman. Gapim bor edi. Xo'p, bo'pti. O'ylardim ikki dil talpinsa bu baxtdan nishon. Afsuski azobingga bu ko'nglim bo'ldi nishon. Endi ne bo'lsa bo'lsin ortimga boqmam nishon yo'q. U inson Bo'pti, oyi, men ketdim. Mehrga to'la ko'zlaring ham yo'q. Bu samimiy so'zlaring ham endi yo'q. Shu bois Nima gap Shirin? Hech gap yo'q. Tinchlik. Shuning uchun chaqirdingmi meni? Keyin gaplashishga bahona topamiz. Qalaysan o'zing? Yaxshi. Yaxshiga o'xshamayapti-yu. Ko'nglim aynayapti. Tinchlikmi? Oley. Men sevmasligingga ishonmayman. Qanaqadir sabab bor. Shuning uchun mendan uzoqlashyapsan. Shirin, o'zingni qiynayvermagin. Men seni sevmayman. Iltimos, meni tinch qo'y. Xo'p. Menimcha endi o'zgani sevolmasam kerak. Axir ko'ngil bermoq uchun bizda yurak bo'lmoq kerak. Alo. Shirin, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima gap samanda? Shirin, senga oldinroq aytishim kerak edi. Hammasi o'yin. Tushunmadim. Men seni yaxshi ko'raman. Rahmatjon sen bilan men birga bo'lishimiz uchun shunaqa o'yin qildi. Rahmatjon seni sevadi. Hammasini men uchun qildi. Ko'zlaring ham yo'q. U samimiy so'zlaring ham endi yo'q.
Qancha bo'ldi? Sizdan 630 ming. Nima bu kiyimlar oldin kiyilganmi? Yo'q. Shunchalik sifatsizmi kiyimlaringiz? Yo'q, siz nimaga unaqa savol beryapsiz? Yo'q, просто 630 ming deganingiz juda arzon emasmi? Osmon do'konida narxlar arzon, sifat esa osmon. Qarayman, azga yetmayroq turibdi. O'zingizdan to'lab tura olmaysizmi? Mayli. Hazillashdim. Mana. Я очень их люблю, они решают многое, за них я многое куплю. Любую брешь в кармане с помощью наличных залеплю, кого угодно залечу. Ведь становится не по уму и грустно, если на карман не капает капуста. Пусто, скудно, дурно, даже безумно чувствуешь себя. Пришло время платить налоги, распрягаться нечем, что за ерунда. Как будто с пистолета кричат отдай сзади, кричат не дай спереди вообще. Да не все не отдай. Я из-за этого решил сыграть буржуйную. Uy. Ramajonmiz a? Nimaga? Uy. Qatda eding shuncha payt necha minut soat? Ishim bor edi. Ancha o'tdingindagi nima? Ish nima? Topsam menikimi? Bemalol. Topaman-ku men, topib ko'rishim. Menmi nima? Qayerdan bilaman sizniki-yu? Menga qara, ani uyga borib ovora bo'lib yurmagin. Donuni nima qildim viloyatga jo'natib bordim. Sochini olib tupoy bo'lib qoldim bu. Sigaretdan olmabdim. Kechirasiz. Oh, Menga bitta suv bering. suvni o'zimi? Mana. Bizda suv tekkan. Otasini pul bo'lsa kerak-da. Sizni oldin bu yoqda ko'rmagandim. Bu yerga kam kelaman o'zi. Zажигалканgiz bormi? Наблюдаю, словно пьеса, ведь никто мне как она. Tanlagan o'ljan yomon emas. U boy ekan uni. Sal cho'roq. Lo'qroq. Shunga kattaroq o'lja tanlab turib kattaroq temlash kerak. Nima deyotganingizni tushunmayapman. Qo'rqib ekan. Men sen o'ylagan odam emasman. Mana xuddi senga o'xshagan odam. Senga o'xshab ish qilaman, faqat kattaroq temalash ish qilaman. Senga bitta taklifim bor. Imенно o'sha meni katta ishimni sen keraksan. Senga aloqaga chiqib qol, sen kutaman. Alo. Alo. Ne akam? Xavotir olma, soatni beraman. Faqat men bilan ishlashga rozi bo'lsang bo'ldi. Xo'p, roziman. Qachon boshlaymiz ishga? Sen bugun damingni ol. Ertaga telefon qilaman o'zim. Xo'p.